Dongfeng Max pozitsiyasi ekan. Hop, 2025-yil, 2026-yil bor ekan. Farqi narxida bo'lar ekan. 1 yil endi farq qilmasa, garantiyaligi bor ekan. 3 yillik, 1 oylik garantiyaligi bor ekan. Narxi o'shanda 1 oylik garantiyada qisman arzonroq bo'ladi. 3 yillik qimmatroq bo'ladi. O'sha hamma xolodilniklari, hamma narsalari bor ekan buni ham. Hop, narxini hozir hisoblab beradilar akamiz. Ranglari ham qoraga qora ekan salon. Qoraga apelsin, oqqa apelsin bor ekan. Oqqa yana nima bor edi aka? Oqqa eng zo'r variant o'zi bitta narsa bor. Oqqa apelsin bor 25-yil. 30700 deb bilan chiqadi. 30700. Bunimizni 31700 edi. Buni ham ko'rsataman. Narada turibdi. 31700 qoraga qora, oqqa qoralar 26 ga sotib Qoraga qora bizga anaqa vigidniroq ekanda. O'sha bular просто mashinada qoraga qora bilan oqqa qora bo'ladi. Bular gibrid hammasi. Gibrid. 210 kilometr to'xtab 170-180 yurib beradi. Hamma narsa berilar ekan, zaryadchi stansiyalari beriladi. Zaryad stansiya, Ko'lik berilar ekan, rustifikatsiyasi bor ekan. To'rttalar ham anaqada ishlar ekan, elektronik sistemada. Qo'lonchilari zo'r. Parok qismi yo'q bunda, endi qo'ydirib olamiz. Mana qilsak, uni ham qilib berishadi. Xo'p, 3 yillik garantiyada faqat o'zingdan zapchast bo'lar ekan, texnik xizmat tekin bo'lar ekan. Balonlar ham yumshoq, zavodskiy holatda turibdi.